Assalomu alaykum hammaga. Ismim Davron Nizomov. O'sha keski bir yangi variantini sizlarga o'sha o'rgatamiz, xudo xolasa. Hop, ichingizga birda yangisida jami 500 ta atrofida so'z bo'ladi. Xullas, bu kursimizni sizlarga o'sha boshidan nafaqat bu kitobni o'zidan va qo'shimcha o'sha boshqa so'zlarni o'rgatib ketamiz. Kitobni o'zi bilangina emas, o'zim biroz o'rganganlarimni va tajribamni qo'shib turib o'rgatib ketaman va yana ham osonroq o'rganasizga bitaman. Va boshlaymiz. Zapis boshladik. Hop, demak, bu kitobda yangilangan varianti bu kitobdan o'rganayotgan paytingizda iloji boricha endi ko'proq so'z yodlashingiz kerak bo'ladi va so'zlarni daftaringizga yozib oling va darsimizda qanaqa savolingiz bo'lsa o'sha kommentariy bo'limiga yozib qoldirsangiz bo'ladi. Ha, bu kitobni hozir sekin yana tushuntirib o'tib ketaman. Xitoy tilini endi boshlaganlar uchun bu kitob boshida qiyinchilik tug'dirishi mumkin, lekin biz shuni inobatga olib sizga biroz osonroq o'rgatishga harakat qilaman. Ya'ni faqat kitobni o'zi emas, boyagidek qanaqa yoziladi, qanaqa chiziladi, hieroglif nima, pinyin nima, batafsil dars mobaynida nima qilaman, oz-oz ma'lumot berib o'tib ketaman. Hop, Xitoy tilida bu asosan sertifikat kitobi, bu imtihonga tayyorgarlik ko'rib, institutga yoki Xitoyda o'qimoqchi bo'lgan talabalar uchun bu test tizimi juda ham foydali. Muloqotingizni oshiraman desangiz ham, bu kitob sal boshida qiyinchilik bo'lishi mumkin, lekin sekin asta-sekin mana biz sizga o'sha narsani o'zbek tilida o'rgatib o'tib ketamiz. Hop, bu yerda boshida birinchi mavzu 6 ta mavzu, keyin jami 15 ta mavzu ekan, 15 ta mavzu, xuddi oldingi cheskaga o'xshab, bunda ham 15 ta mavzu va biz boshlaymiz. Birinchi mavzumizda doim salomlashuvdan boshlanadi, ya'ni hello, ya'ni ni hao, ya'ni xiaoyu ni hao. Xiaoyu bu bir inson ismi, ya'ni bir xitoyliklarning ismi hisoblanadi, xiaoyu. Ay xiaoyu. Bu ay men uchun shunaqa texnologiya bor-ku, ay ChatGPT ga o'xshagan narsa. Ay xiaoji demak, mana bu robot qizdan aytyapti, ya'ni ay bor-ku, anaqa robotlar bor-ku, ChatGPT o'shalarnidagi qizni ko'rinmaydigan bo'lsa ham anaqa robot sifatida aytib o'tib ketgan, tushunarli? Hop, bu yerda ya'ni mavhum odam sifatida nazarda tutsak, ay xiaoyu ni hao, ay xiaoyu salom deb aytmoqchi, tushunarli? Istalgan ismga hao qo'ysangiz yoki salom bo'lib ketaveradi. Yoki bu yerda birorta inson ismini aytib turib, keyin ni hao desam bo'ladi. Hozir men buni batafsil yana sekin-sekin aytib o'tib ketaman. Va shu darsimiz oxirida umumiy salomlashuv turlarini aytib o'tib ketaman. Hop, bu yerda Xitoy tilida demak salomlashuvda kimgadir misol uchun ni hao desangiz, javobi ni hao bo'ladi. Ya'ni ay xiaoyu ni hao deyapti. Ya'ni bu qizga mavhum robotimizga salom beryapti. Bu nima deyapti? Wang Laoshi ni hao deyapti. Laoshi so'zi Xitoy tilida o'qituvchi degan narsani bildiradi. O'qituvchi degan ma'noni bildiradi. O'qituvchi. Bu misol uchun siz ayol erkak bo'ladimi yoki farqi yo'q. Hammasida nima deyiladi? Asosan Laoshi so'zi o'qituvchi deyiladi. Oldiga ayol erkak so'zini qo'shish shart emas, ya'ni muskaro, jinskaro degan narsa yo'q, rus tiliga o'xshab, tushunarli? Xo'p, keyingisida demak salomlashuv turlari bo'ldi oldiga. Birorta inson ismini aytib turib ni hao, javobi ham ismini aytib turib ni hao deyverasiz. Shunaqa salomlashuv turi bo'ladi, ni hao. Tepadagi mana bu so'z bu pinyin, ya'ni ni sen, hao yaxshi degan. Tepadagisi pinyin, pastdagisi hieroglif deyiladi, tushuninglar? Demak, bunisi pinyin deyiladi, pinyinlar, ya'ni istalgan so'z tepadagisi pinyin, tagidagisi hieroglif. Xitoy tili alfabeti yo'q va hierogliflarni siz qancha ko'p yodlasangiz, shuncha ko'p muloqot qila olasiz. Hierogliflarning o'zi siz uchun alfabet hisoblanadi, tushunarli? Har bitta hieroglif, har bitta harf deb tasavvur qiling. Bitta misol uchun ni so'zini bilsangiz, boshqa joyda ham qo'llasangiz bo'ladi. Hao so'zi yaxshi bo'lsa, bu joyda esa salom bo'lib kelyapti. Shuning uchun bitta hieroglifda 1 yoki 2 3 ta ortiq yoki undan ham ko'p balki ma'nolari bo'lishi mumkin. Asosan 2 ta 3 ta yoki bittadan 3 tagacha ma'nosi bo'ladi. Janoqa ko'p 4 ta 5 ta ma'nosi yo'q. Hop, pastga tushamiz. Demak, ma'nosi shu, salomlashuv turi bo'ldi. Demak, men bo'sh joyga bir narsa yozib tushuntiraman. Men oldingi ichizga bir kitobimda salomlashuv turlarini bittada o'rgatib ketardik. Shuni ham hozir batafsil o'rgatib ketamiz. Hop, bu yerda olaylik. Mana bu yerda men hammasini yozib ketganman. Istalgan egaga plus salomni qo'shsangiz nima bo'ladi? Ya'ni salom qo'ysangiz o'sha birorta insonga, aytilayotgan shaxsga salom berishini anglatadi. Tushunarli? Misol uchun men boyagidek ni hao ma'nosi o'zi ni degani sen degani,
How degani yaxshi. Bu yerda endi ma'nosi yaxshi emas. Salom, senga salom yoki sen yaxshimisan deb bir-birimiz bilan hol ahvol so'raymiz, shu ma'noda ishlatilyapti. Keyin yoki birorta so'raylik, Laoban how, salom boshliq. Endi asosan ustozlarga, ota-onaga yoki o'quvchilarga, kursdoshlarga salom berganda aytamiz, yoki xola, tog'alarga. Pastdagi misollarni batafsil o'tib ketamiz. Demak, istalgan insonga ismini aytib, keyin bu yog'iga ni hao desa, o'sha insonga salom yoki laoshi hao. Laoshi ustoz degani, ana yozib qo'yganmiz. Laoshi ustoz degani, hao degani salom. Ikkalasini qo'shsak salom ustoz bo'ladi. Tushunarli? Ustoz salom yoki salom ustoz. Bu yerda ota-onangizni aytsangiz ham, misol uchun baba hao desa ham bo'ladi yoki ba'zi vaqt mama hao desa ham bo'ladi yoki ba ma hao desa ham bo'ladi. Bu yoqda Sueshang degani, Sueshang degani o'quvchi, bu yerda qattiq s deb o'qiladi. Sueshang min bo'lsa, mana min qo'shimchasi lar degan. Lar deb yozib qo'ya qoling. Sueshang min hao bu salom o'quvchilar bo'ldi. Ya'ni Sueshangning o'zi o'quvchi, Sueshangning o'zi o'quvchi, min so'zi lar degan. Mana bu lar qo'shimchasi, tushunarli? Ana sarqib yozib qo'yaman. Mana istalgan so'z oxirida min bo'lsa, shu lar degan ma'noni bildiradi. Xo'p, bu yoqda ham mana hieroglifi mana bu yerda tong sue degani bu nima edi? Kursdosh, sinfdosh degani min so'zini qo'ysangiz bo'ladi. Bu ham ma'nosi o'sha kursdoshlar, salom kursdoshlar bo'lib keladi. Buni ham sarqib yozib qo'ydim, tushunarli? Demak, kursdosh, o'quvchi degan so'zlarga min qo'shimcha qo'ysangiz, o'sha insonlarning ko'pligini bildiradi, tushunarli? Xuddi ingliz tilida s qo'shimchasidek. Bu yoqda misol uchun 9-mayda bo'ladi. Misol uchun salom askarlar deyishadi, to'g'rimi? Armiya bor kelganlar bilish mumkin. Shibing degan askar, min degani lar degan. Nima bo'ladi shunda? Shibing min bo'lsa salom askarlar bo'lib keturadi. Yoki shu degani amaki degani. Shu ota tarafdan esmasam, shu. Endi shu xavotsiz bo'ladi, salom amaki bo'lib keturadi. Xuddi shu tartibda istalgan odamga shu xav so'zini qo'ysangiz, shunaqa ma'noni bildiradi. Bu juda ham bu joyi sizga tushunarli bo'lgan deb o'ylayman. Bu yoqda ham ay hao desa bo'ladi, salom xola bo'lib ketaveradi, tushunarli? Hozir men bu kitobni o'zidan ham joylarga yozmadim, alohida bu qo'llanmamizni yozib olsangiz bo'ladi, sekin shoshmasdan, tushunarli? Bu yoqda ham endi mana bu hao so'zini biz yaxshi dedik-a. Agar salom degan ma'nosi ham bor, mana salom va yaxshi degan ma'nosi bor, to'g'rimi? Agar bu so'zni yaxshi degan ma'nosi esa, mana tianchi hao desiz, mana tianchi degan, mana q harfini ham qizilga yozib qo'yaman. Bu so'z q emas, ch deb o'qiladi. Mana tch, chivindagi ch, anaqa ch deb o'qiladi yoki chipdagi ch deb o'qiladi. Tushunarli? Q harfimiz ch deb o'qiladi. Anaqa ingliz tilidagi chipdagi chip yoki anaqa ch deb o'qiladi. Tianchi hao degani havo yaxshi degan. Tushundingizmi? Havo salom havo emas. Endi bu yerda istalgan narsadan keyin hao qo'ysa bo'ladi, o'sha narsa yaxshiligini bildiradi. Misol uchun shanti hao degan so'z bor Xitoy tilida. Shanti degani sog'liq degani. Tushunarli? Misol uchun o shanti hao desa bo'ladi, meni sog'lig'im yaxshi bo'ladi. Tushundingizmi mana? Sog'lig'im yaxshi tizim bilan, o'sha sog'liq yaxshi. Agar oldiga men so'zini qo'ysangiz, meni sog'lig'im yaxshi bo'ladi. Tushunarli? Sog'liq yoki sog'liq. Sog'lom yaxshi. Demak, sekin o'sha dars mobaynida boshida endi qiyinchilik tug'dirishi mumkin, lekin ba'zi so'zlarni siz birinchi yozmoqchi bo'lsangiz, pinini yozib olsangiz ham bo'ladi. Tushunarli? Boshida murakkabroq o'tayotgan bo'lishi mumkin. Birinchisi siz boyagidek mana bu kitobni o'zida prosta o'sha nihao so'zini yozib oling va bular prosta qo'shimcha takrorlab yurishingiz uchun tushunarli. Demak, hieroglif yozishga qiynalsangiz, birdaniga yozmay turing va birdaniga hozircha pinini yozib turing. Faqat lekin ko'zingiz o'rganish kerak. Mana shu so'z o'zini biz kommentariyadagi flash kartalarimizni paydo yozib bo'lganimizdan so'ng flash kartalarni ham bemalol kanalimizda sotib olsangiz bo'ladi. Xo'p, tushunarli? Bu yoqda endi salomlashuv turlari tugadi. Pastroq o'tamiz. Istalgan endi insonlarga biz nima deymiz? Da, jia, hao deymiz. Hozir buni ham men bitta batafsil tushuntirib ketaman. Novi slayd qilamiz. Xo'p, novi slayd qildik. Hozir olaylik, istalgan so'zga misol uchun da degani o'zi katta degani, jia degani o'zi oila degani, hao degani boyatdek salom bo'lib ketdi, to'g'rimi? Sal kattaroq qilamiz. Olaylik, misol uchun bizda hammaga salom, ya'ni 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta hammaga salom demoqchi bo'lsak, mana bu da so'zi katta dedik, jia so'zi oila yoki uy, hao degani yaxshi, bu yoki salom. Hammasini qo'shsak nima bo'ladi? Hamma ga so'zini qavsga yozib qo'yib, chunki ga degan so'z yo'q, hammaga
salom bo'ladi yoki salom hammaga bo'lib keladi. Tushunarli? Demak, ana hamma so'zi dajiya so'zini ga tagiga qo'ydim, ko'rayotgan bo'lsanglar. Salom so'zini, ya'ni how so'zini nima qo'ydim? Bu yoqqa qo'yib qo'ydim, tushunarli? Ya'ni o'zbek tilida xohlasangiz hammaga salom yoki salom hammaga deb perevod qilasiz. Demak, mana bu ga qo'shimchasini men yozib qo'ydim sarqqa, chunki bu so'z ga qo'shimchasi bu yerda yo'q, tushunarli? Hamma salom demaysiz, to'g'rimi? O'zbek tilida hammaga salom deysiz. Bu yerda ham nima bo'ldi? Mana dajiya so'zi everybody hamma degani, how degani yaxshi degani. Bu yerda keyingi situation so'zi bor. Hozir aytamiz. O'quvchilar dediga, tepada yoziga situation so'zi o'quvchilar degani. Situation mana o'quvchilar degan. Mana. Endi nima dedi? O'qituvchi o'quvchilarga hammaga salom deb aytdi. Ya'ni ma'nosi nima edi? Dajiya how deyapti, to'g'rimi? 2-3 ta insondan ko'p hammaga songa aytyapti. Endi dajiya how deyapti. Bu nima hammaga salom deyapti. O'quvchilar nima deyapti? Laoshi nin how deyapti. Mana bu yerdagi men yozib qoldiraman. Laoshi nin how degani, laoshi bu o'qituvchi, nin degani siz degan, how degani qo'shsak salom, ya'ni yaxshi degani. Qo'shsak ustoz salom deganlar, mana qaranglar. Ustoz salom, ya'ni boyagidek ni how degan so'z bor edi, to'g'ri? Ni how degan bir norasmiy va o'sha o'zingiz tengqurlarga, yoshroq odamlarga yoki yosh katta odamlarga aytmaysiz. Yoshroqlarga nin how deysiz, yosh kattalarga nin how deysiz. Ya'ni o'zimizga assalomu alaykum o'xshatishingizda ustoz salom siz, laoshi o'zi ni how siz ham bo'ladi. Nin how siz ham xato emas, tushunarli? Просто nin how siz rasmiyroq va hurmat qilgan уважение ma'noda. Nin how bilan ni how deyarli juda unaqa katta raziyasi yo'q. Muloqotingiz ni how siz ham bo'ladi. Lekin mana nin how bu просто siz degan ma'noni bildiradi. Ya'ni ustoz siz salom emas, ustoz yaxshimisiz, qalaysiz bo'lib keladi, tushunarli? Laoshi how yoki laoshi nin how. Demak, ustoz hammaga salom dedi, o'quvchilar nima dedi? Ustoz sizga salom deb aytdi. Mana aytdi, sueshang min degan so'z bor. Sueshang min so'zi nima edi? Bu yerda ma'nosi o'quvchilar degan. Demak, o'quvchilar nima deb javob beribdi ustozga? Mana, o'quvchilar. O'quvchilar debdi. Javob qaytarganda salom, ustoz javob qaytaribdi. Tushunarli? Keyin bizni boyagidek Xiaoyu boyagidek anaqa edi, как o'zimizni ichki robotimiz deylik, robot qizchamiz deylik. Bu nima dedi? Bu ham keyin niman how deyapti. Ya'ni boshqatdan endi boshqalarga salom beryapti. Mana bu yerdagi niman how ham ma'nosi как sizlarga salom deb perevod qilsak bo'ladi, tushunarli? Sizlarga salom. Tepasiga yozib qo'ya qoling. Hammaga salom. Bunisi nima dedi o'quvchilar? Ustoz salom yoki ustoz sizga salom deb perevod qilsanglar ham bo'ladi, tushunarli? Mana. Hop, bu jadvalni bu joyga o'tgan vaqtda shoshib qolmang. Shuni shoshmasdan sekin-sekin o'rganavering. Chunki men biroz kengroq o'tishni yaxshi ko'raman va ba'zida o'zimni qo'llanmayman, boshqa o'rgatib ketish mumkin. Bu hech menimcha sizga qiyinchilik tug'dirmasa kerak. Buni endi bo'ldi. Sizlarga salom yoki senlarga salom emas, sizlarga salom deb perevod qilamiz, tushunarli? Sueshangni yozib qo'ydim. Sueshangni yozib qo'ygan. Buni bu yoqqa ko'chirib qo'ysam bo'lar ekan, to'g'ri? Mana. Ko'chirib qo'ydim. Bu nima dedik? Hamma. Agar bu so'z bilan how so'zi kelsa, hammaga deb nima qilamiz? Perevod qilamiz, tushunarli? Buni hozir yozib qo'yaylik. Yaxshi yoki salom deb yozib qo'yganlik. Bu yerda how deb ma'nosini. Faqat ega bilan kelsa, how salom bo'lib keladi, tushundinglar-a? Hozir bu yerda men hozir salom deb yozib qo'ygan sababi istalgan insonga bilan kelganda bo'lar ekan, salom bo'lib keladi. Ya'ni sen yaxshimisan bo'lib keladi, tushunarli? Sen yaxshimisan. Bu yoqda ham keyingisi nima dedi? Nimni how sizlarga salom dedi. Keyingisi yana nima dedi? Ni how senga salom, dedi salom. Yoki senga salom. Keyin nima dedi? Ismini aytib qo'ydim. Xiaoyu deb qo'ydi. Bo'ldi, tushunarli? Demak, salomlash turlarini mana umumiy hammasini aytib o'tib ketdim. Boshqa salomlar turlari yo'q. Yana xayrli tong ular endi xol-xol so'rash aytiladi. Mana buni aytib ketay. Min qo'shimchasi nima bo'ldi? Bu o'zbek tilidagi lar degani faqat insonlarga ishlatiladi. Narsalarni hisobini aytganda qo'yish shart emas. Ustoz bunisi bo'ldi. Siz. Ustoz yoki o'qituvchi. Bunisi bo'ldi. Sizlar bo'ldi yoki senlar sizdan bo'ladi, farqi yo'q. Buni ba'zi vaqtda o'zi nin min desa ham bo'laveradi, lekin nin min desa ham farqi yo'q. Ikkalasi bir narsa. Nin min. Ikkalasi ham senlar sizlar bo'lib ketaveradi.
tushunarli. Tarjima qilish uncha qiyin emas. Buni audiolar hali mana chiqmagan, endi chiqib qolsa kerak. Biz ilk bor buni YouTube'ga joylayapmiz. Bu yoqda salomlash turlarini bildik va hokazo va hokazo. Bu nechinchi dars? Endi birinchi darsda ozgina so'zlar bor. CSE degan so'zimiz bor. Rahmat, boya aytdiga. S so'zi qattiq h s deb o'qiladi. CSE, h demaysiz. CSE ki CSE nitsem bo'ladi. Bu kichik so'zimiz bor, mayda arzimaydi. Arzimaydi. Bu k chi, q harfi ch deb o'qiladi. Esingizda qolsin, ch. Bu k chi arzimaydi. Boya to'ngsuyen ham aytib o'tdik. To'ngsuyen nima edi? Kursdosh yoki sinfdosh bo'lib keladi. Tushunarli? Kursdosh yoki sinfdosh. Bu yoqda oxirgisi zayjian xayr. Xayr yoki ko'rishguncha. Xayr deb yozib qo'yaylik, tushunarli? O'zi xayrlashmoq deylik. Hozir xayrlashmoq deb o'zi. Ya'ni kimgadir zayjian deb tursa xayr, ya'ni xayrlashmoq bo'lib keladi, tushundingizmi? Xayr deb yozib qo'ya qolaylik, o'zbek tilida oddiy xayr. Xo'p, tushundingizmi? Kimgadir zayjian desa bo'ladi, oxiri ham zayjian bo'ladi. Ha, buni endi joyini tarjima qilamiz. Sessiya deyapti. O'quvchilar ustozga nima deyapti? Sessiya deyapti. Keyin aytdi, "Voy, robot qizimiz Xiaoyi bu kichi" deyapti. Bu kichi nima? Arzimaydi. Tushunarli? Arzimaydi. Keyin o'qituvchi nima debdi? Endi o'qituvchi aytayapti. "Tong suyemin zayjian" deyapti. Ya'ni ustoz nima deyapti o'quvchilarga? O'quvchilar xayr deyapti, to'g'rimi? O'quvchilar xayr deyapti. O'quvchilar boyatiga tong suyeni. Tong suye amitay yozib qo'ydik. Tong suye bu kursdosh, sinfdosh. Men qo'ysa nima bo'ladi? Kursdoshlar bo'ladi. Tushunarli? Bu yerda hozir batafsil tong suye men qo'shimchasini birga ishlatsangiz, kursdoshlar, o'quvchilar bo'lib ketaveradi. Keyin bu yoqda ham hop, Laushi zayjian. Nima edi? Laushi nima edi? Ustoz edi, to'g'rimi? Tepada yozdiga, aytdi. Mana, ustoz. Ma'nosi nima bo'ldi? Ustoz. Zayjian, xayr bo'ldi. Endi xayr ustoz. Tushundinglar-a? Tarjimasidan inglizchasi ham bor. Buni biz o'zbek tiliga aytib o'tib ketdik. Tushunarli bo'ldi. Darsi biroz xayr murakkabroq bo'lsa, birinchi darsda endi ko'p narsa o'rgatib o'rishimiz ham mumkin, chunki men juda ham kengroq va umumiy o'tish harakat qilaman. Shuni inobatga olasiz. Ba'zi kamchilik bo'lsa, bizda endi nima deysiz, insoniy kamchilik, chunki mukammal inson yo'q hozirgi zamonda. Bu yerda tonlar degan narsa bor. Ton xitoy tilida kimdir muhim deydi, kimdir muhim emas deydi. Siz muhim deb inobatga olib qo'ying, chunki ton boshqa aytib qo'ysangiz boshqacha ma'no bildiradi. Bizda Xitoyda 4 xil ton bor. Birinchi tonimizni olib hozir yozib ko'rsataman. Masalan, oddiy birinchi tonimiz agar pastda bormi ekan? Pastda yo'q ekan. Birinchi tonimiz oddiy birinchi bitta chiziq, shunchaki bir chiziq. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, strelkasini ham hozir ko'rsatib qo'ying. Hozir mana birinchi ton. Birinchi toningiz mana chapdan o'ngga bir tekis ketadi. Tushunarli? Misol uchun bitta so'zni misol uchun olaylik. Ma degan so'z bor yoki ba degan so'z bor, har xil. Shu bir xil ohangiz bir xil yo'nalishga ketishi kerak. Tushunarli? Misol uchun olaylik ba. Ikkinchi tonda esa qanaqa bo'ladi? Ustiga ton degan narsa undosh emas, unlining ustiga qo'yiladi. Tushunarli? Endi ba degan so'zni jaranglaroq ba deb aytasiz. Tushunarli? Bunda endi ton yuqoriga qarab ko'tariladi. Bu o'zi ton nima? Ya'ni to'liq aytsam, bu sizni o'sha gapingizni aniq-tiniq nima demoqchiligingizni aytib beradigan narsa ton. Tushunarli? Misol bizda ham ot degan so'z bor, to'g'rimi? Har xil ot bor, tut bor. Ya'ni har xil so'z bor, ma'nosi har xil. Gapni ichida bila olasiz. Xuddi shuni Xitoy tilida ham tonlarni siz gapni ichida nimaligini bila olsangiz bo'ladi. Uchinchi ton pastdan tepaga qarab qarang. Ba. Ko'rdingizmi? Ba bo'ldi. Demak, bu uchinchi ton bo'ldi. Buni ham strelkasini chizib qo'ya qoling. Bir daqiqa. Uchinchi ton bo'ldi. Mana. To'rtinchi tonimiz qanaqa edi? To'rtinchi tonimiz qisqa, ya'ni oddiy, misol uchun ba, tushunarli? Birinchisi ba. Buni tonini chizib qo'yamiz tepasiga. Qataydi. Bu yerda ekan, qisqa, tushunarli? Mana qisqa. Ba deysiz, shunaqa har xil ma'noni bildiradi.
ustoz biz boshqacha aytib qo'ysak boshqacha ma'no bo'ladi deyishingiz mumkin. Hech qisi yo'q. Boshida tilingiz kelishib olguncha xato gapirishingiz tabiiy hol. Chunki har bir tilda xato gapirish bu oddiy normal holat. Shuning uchun xato o'rganishdan qo'rqmang va davom eting. Tushunarli? Bitta qo'shimcha anaqamiz bor, mashqimiz bor. Men takrorlayman, qarang. Ma, chong, ma, wo, fang, ma, chi, ma. Tushundingizmi? Mana bu nima? Tez aytish. Buni ma'nosini bir tarjima qilib ko'rasiz. Inglizchani men jo'naqa zo'r bilmayman. Faqat shu muloqot qiladigan darajada. Menimcha onam bambukni o'stirdi, onam nimadir qildi va hokazo. Bularni to'xtalmaymiz. Просто bu tez aytish tushunarli. Xo'p, demak, birinchi darsimiz shu joyda yetadi. Ya'ni ni hao degan so'zimiz nima edi? Salom. Salomlashuv turlarini bilib oldingizga umiddaman. Buni hozir o'sha videoning tagida kommentariyaga joylashga harakat qilaman. Bularni buni birinchi bilib oldingiz, mana iloji boricha buni tashlab qo'yamiz. Agar hozir sig'sa, buni tashlab qo'yib qolamiz. Mana oxiriga yozib qo'yaman. Xo'p, bunda yozib qo'ydim. Dajiya hao bo'ldi. Mana dajiya hao bo'ldi, ma'nosi hammaga salom bo'ldi. Hammaga salom. Xo'p, slaydimizni hozir dars so'ngiga tashlab qo'yamiz. O'quvchilar, xitoy tilida o'sha birinchi ko'nikma salomlashuv turlarini bilib olgan bo'lsangiz xursandmiz. Demak, boshqa yana salomlashuv turlari bo'lsa to'xtalib o'tib ketamiz. Telefonda alo deyish boshqalar, u boshqa keyingi vaqtda o'tib ketamiz, keyingi darslarda. Hop, birinchi darsdan tushunarli bo'lgan bo'lsa, darsimiz tugadi. Echizka yangi chizkani o'sha birinchi dars tugadi. Keyingi dars xudo xolasa ko'rishguncha sizlar bilan Davron Nizomov bo'ldi. Kanalimizdan uzoqlashmanglar. Bemalol kanalimizdan istagancha misol uchun savol berib, o'rganib, do'stlaringizga ulashsangiz va keyin nima qilamiz? Keyinchalik nasib bo'lsa, bir oydan so'ng o'sha 15 dars tugatgandan so'ng bir test olamiz. Kanalni o'zida sizga test beraman. PDFni tashab berib yoki ko'rishganda qo'lingizga berish mumkin. Agar uzoqda bo'lganlik esa PDFni tashab beramiz va o'sha testda nimalar o'rganganingiz yozsangiz bo'ladi. Bu faqat kitobni o'zidan emas. Men o'sha video darsida misol uchun men sizga nimalar bergan bo'lsam, shulardan savol bo'ladi va savolni yechib o'sha kommentariy bo'limi yoki Telegram kanalimizga o'sha yopiq Telegram kanalimizga tashlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Darslarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlarga ulashinglar. Yangi cheskani ikkinchi darsini xudo xolasa endi harakat qilamiz yoki erta indin tashlashga, har kuni tashlashga harakat qilaman. Faqat sizlar ham kommentariyada aktiv bo'lib, layklarni bosib, do'stlaringizga ulashsanglar, xudo xolasa qancha ko'p inson ko'rsa, shuncha ko'p bizga ham savob, sizga ham savob va nasib bo'lsa ikkinchi darsda harakat qilamiz tezroq joylashga. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Keyingi dars ko'rishguncha.